Assalomu alaykum. Bizda bugun kollagen terapiya vaqtida yuz terilarida 35 yoshdan ko'proq holatlarda hozirgi kunda 35 yoshdan oshgan ayollarimizni 70%da shunaqa terilarida osilish nimadan bo'ladi? Ko'proq o'sha yuz terisi, ya'ni muskullari bo'shashgan holatga keladi va bu bo'shashish holatidan keyin yuzda osilish holatlari ro'y beradi. Va bu jarayonni oldini olish uchun bugungi klientimizda ham yuzlarida osilish jarayoni boshlangan va bugun biz ularga o'sha mышцаларni qayishqoqligini yaxshilash uchun, elastikligini oshirish uchun, jarayonni sog'lom tarzda ketishini ta'minlash uchun va kelajakda osilishini oldini olish uchun bugun biz kollagen terapiya muolajasini qilamiz.